Hamma Nichang shimolida yashashni tanlaydi, lekin ular janubga borib ko'rishganmikan? Bu safar biz avtobusda Vinpearlgacha bordik va u yog'iga qanaqa transport yurishini bilmasdan peshkom yurishga qaror qildik. Tepalikka chiqib ketayotganimizda orqamizdan qanaqadir Vyetnam amaki yurishni boshladi. Bir yonimizdan o'tib, bir uzoqda kutib turdi. Oldiniga qo'rqib ketdik, keyin bilsa bizani qayiqda aylanishga ketyapti deb o'ylab pul ishlamoqchi bo'pti. Biza yo'q rahmat kerak emas deb boshqa ko'chaga qayildik. Shunaqa qilib premium villalar qurilayotgan joyga kelib qoldik. Atrofda qurilish ketayotganga o'xshaydi-yu, lekin ichkari shunaqa tinch ekan. Tillarang darvozalar, baland zaburli uylar, kimdir tomiga ozodlik haykalini ham o'rnatyapti. Bu yog'i yana ham qiziq bo'ldi. Boshqa ko'chaga qayrilib, Anviyen tumaniga kelib qoldik. Bu yo'li Vyetnam emas, o'sha Amerikaga o'xshab ketadi. Keng ko'chalar, chiroyli 2-3 qavatli hovlilar, yam-yashil bog'lar, xuddi Amerika kinolaridek. Bu hudud juda ham tinch, shovqindan ancha uzoq. Asosan chet elliklar yashaydi. Villalarni to'liq yoki bitta xonasini ijaraga olish mumkin. Bizga ham oldin shunaqa taklif berishgandi. Uylarga yaqin joyda chuqur bo'lmagan, xavfsiz cho'milish joyi bor. Plyaj toza, oppoq qumli, kichkina bolalar ham bemalol cho'milsa bo'ladi. Shahar shovqinidan uzoqda komfortni yashayman desangiz, shu shimoldan arendaga olsanglar bo'ladi. Kommentda arenda deb yozib qoldirsangiz, u haqida ham ma'lumot beraman.